Endi men bu videoni olishimdan sabab hech qaysi ustani yomon ko'rsatmoqchi emasman. Bilasizlar, xarakterimni, auditoriyamni bilasizlar. Biz ochig'ini aytamiz. Men hammaga yomon ko'rinsak ham ochiq narsani aytamiz. Hech kimdan qo'shimcha pul olib yoki birovni manfaatidan foydalanib video qilmaganmiz. Borini bor deymiz. Bu odamga tan olish ham kerak, sal yoqmaydigan xislatlari ham bo'lar ekan bu taraf sizdan, ya'ni ma'lumot olyapti, tanishingiz tushunyapti, qilyapti deb boshqa odamga qildirib ketyapti. Sizda ya'ni qimmatli ma'lumot, siz bu narsalar bo'yicha tajriba orttirgansiz. Qayerda buziladi, qayerda ochiladi bu narsa, qayerda kuyib qoladi, qayerda ishlaydi degan narsalar bo'ladi-ku baba. Shu narsaga bir fikringlar muhim. Hech kim ustidan jalba qilmayapman. Bu video murojaatim hech qanaqani bir jalbaga aloqador emas, negativga aloqador emas. Prosta mana shunaqa holatda sizlarda ham bo'lganmi? Shunaqa holatlar bo'lganda nima natijasi qanaqa bo'lgan undan keyin? O'shalar qiziq, menga o'shalarni yozib bersanglar o'qib chiqardim. Rahmat hammaga.